mukammalshunos bo'laman. Abduri Muhammad Yusuf. Mukammalshunoslik o'zidan yoki boshqalardan mukammallikni talab qilish. Har ishda mukammallikni shart qilib olish deganlik bo'lib, bu mumkin bo'lmaydigan ish va erishgili bo'lmaydigan orzudir. Chunki Alloh taolodan boshqa hech kim mukammal emas. Reallik shuki, o'zidan mukammallikni talab qiluvchilar o'zini behuda azoblaydi. Boshqalardan mukammallikni talab qiluvchilar ulardan ayrilib qoladi. Danishmanlardan biri, agar men kishilarning xatoligi bilan hafilishib qolsam, ularni yaxshi ko'rishga fursatim bo'lmay qoladi degan ekan. Alloh taolo insonlarni shakl, rang, iqtidor va xarakter qatorliq nurg'un taraflarda bir-biriga o'xshamaydigan qilib yaratgan. Siz qancha qilsangizmi ularni hargiz o'zingizga o'xshash qila olmaysiz. Shunga kishilarning o'zi bo'lishiga yo'l qo'ying. Ularni kamolat ulgisi qilishga urinmang. Ularning siz xohlagandek yoki sizdek bo'lishini kutmay, shu noqisligi va shu ayblar bilan qabul qiling va yaxshi ko'ring. Agar shunday qilsangiz, ularning o'zidagi javharlarni va afzalliklarni o'ttirg'i chiqarish uchun ularga hayotdan panjiralarni ochib bergan bo'lasiz. Alloh taolo har bir insonda o'ziga xos alohidaliklarni yaratgan bo'lib, hech bir inson qimmatsiz emas. Aqlliqlar bilidiki, agar biz boshqalarning bizdek bo'lishini shart qilib olsak, biz ularni mangulik yo'qotib qo'yamiz. Jo'rimizni, farzandlarimizni o'zimizdek va o'zimiz xohlagandek qilamiz deb avvar bo'lmay, ularni Alloh taolo yaratgan peti bo'yicha yaxshi ko'ra olsak, ularning qobiliyatini yetildirishi, o'zini yetishtirishi, ichidagi qimmatlarni o'ttirg'i chiqarishi uchun yordam qilgan bo'lamiz. Farzandlarning qalbiga Alloh sevgisini, yaxshilik qilish istikini va o'ziga tayinish qizg'inligini selishimiz to'limi muhimdir. Alloh taolo bizni bir-birimizga o'xshamaydigan shakl va rangda yaratgandan tashqari, har birimizga o'xshash bo'lmagan aql, iqtidor va tafakkur qilish qudrati ato qilgan tursa, biz nima uchun boshqalarni o'zimizga o'xshash bo'lishga zo'rlaymiz? Alloh taolo hammani o'xshash qilishni xohlasa edi, albatta bizni bir-birimizdan farqlanmaydigan qilib yaratgan bo'ladi. Alloh taolo bizni shundoq har xil shaklda, har xil rangda va har xil iqtidorda yaratganligi uning go'zal san'atlarining biridir. Alloh taoloning qudratining alomatlaridan biri uning osmonlarni, zaminni yaratganligi, tilinglarning, ranginglarning xilma-xil bo'lishidir. Uningda har bir ilm egisi uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor. Kishilarni shu pet qabul qilish deganlik, ularning yetarsizlik taraflariga, axloqining nacharligiga rozi bo'lish va ularni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sishga ahamiyat bermaslik deganlik emas. Avval o'zimizni, ondan oila a'zolarimizni, ondan qo'lim qo'shna, yar birodarlarimizni va biz aralashadigan barliq kishilarni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sish ustimizga farzdir. Ammo kishilarni ashu taqturqi, axloqi, xatoligi va barcha yetarsizligi bilan qabul qilish deganlik, ulardan mukammallikni va ilkida bo'lmagan ishlarni talab qilmaslik deganlikdir. Chunki hech kim mukammal emas. Mukammallik birla Alloh taologa xosdir. Alloh taologa xos bo'lgan sifatni boshqalardan yoki o'zimizdan talab qilish bema'nilikdir. Biz atrofimizdagi kishilarni va ularning xarakterini o'zgartiraman, menga yoqmagan taraflarini tuzitaman deb avvar bo'lmay, ularni shu peti qabul qilishimiz lozim. Agar shunday qilmaganda, biz ularni nimishqa mendek bo'lmaydi deb ichimizni yeb, o'zimizga o'zimiz ziyon yetkazib qo'yamiz. Ham ulardan ayrilib qolamiz. Shunga biz Alloh taoloning insonlarni bir-biriga o'xshamaydigan qilib yaratganlik hikmatini e'tirof qilishimiz lozim. Chunki ashu o'xshashmasliklar bilan hayot go'zaldir. Hayot ana shular bilan takomillashidir.